Dasturimiz davom etadi. Tibbiyot sohasini rivojlantirish bu avvalo aholiga tezkor, sifatli va shaffof tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Inson omili ta'siri qisqaradi va xizmat ko'rsatish jarayoni ancha soddalashadi. Yurtimiz sog'liqni saqlash tizimida ayni shu maqsadda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Muxbirimiz Madrahim Turdiyev mavzuni Buxoro viloyati misolida davom ettiradi. Raqamli texnologiyalardan keng foydalanish sog'liqni saqlash tizimini jadal rivojlantirayotgan asosiy omillardan bo'lib, u tufayli aholining vaqti, moddiy resurslari tejaladi. Uyda o'tirib klinikani, shifokorni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga tibbiy xizmatlardan teng va oson foydalanadi. Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining elektron yuragidamiz vaziyatlar markazi orqali 8 gektar yer maydonida joylashgan tibbiyot muassasasi elektron kuzatuv nazoratiga olingan va bu yerda xavfsizlik hamda xodimlar faoliyati kuzatiladi. 200 ga yaqin kameralar mavjud bo'lib, ichkariga, tashqari, avtomashina turargohlarida mavjud bo'lib, har bitta harakatni kuzatib boramiz. Xizmat ko'rsatilyaptimi? Vrachning faoliyatini o'rganamiz. Undan tashqari, har bitta xodim uchun shu Face ID dasturimiz mavjud bo'lib, Face ID orqali kadrlarning ishi raqamlashtirilgan. Bunda inson omili ishtirok etmaydi. Shuningdek, bu tizim bemorlar harakatini, navbatlarini va xizmat ko'rsatish jarayonlarini doimiy nazorat qilish imkonini beradi. Markazda elektron navbat tizimi joriy etilgan bo'lib, har bir shifokor xonasi oldida monitorlar o'rnatilgan. Bu orqali bemorlar tartib bilan qabul qilinmoqda. Juda qulay sharoitlar yaratilgan. Uydan turib ham vrach qabuliga yozildik. Tibbiy ko'riklar va tahlillarga yo'naltirish jarayonlari ham to'liq elektron shaklga o'tkazilgan. Laboratoriya jarayonlari elektron dastur bilan integratsiya qilingan bo'lib, tahlil natijalari avtomatik ravishda ham shifokorga, ham bemorga yetkaziladi. Bu esa ochiqlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Raqamlashtirishning qulayligi shundaki, biz avra bo'lmaymiz. Rayonga bor, yo'qqa bor, bu yoqqa bor, avra bo'lmaymiz. Chunki ana shu o'zi hammasi elektronli kelaveradi. Prezidentimiz bu ishlarni boshiga turgan. Tibbiyotdan ming rozi biz. Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida amalga oshirilgan bu kabi yangilanishlar eng avvalo bemorlar uchun qulaylik yaratish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va tibbiyotni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.